O'tiringlar. Tinchlikmi dada? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, endi bolalarim bir jiddiy gaplashib. Onangdan keyin rosa qiynaldim. Ancha qiynalyapman. Dada 3 kun bo'ldi-yu onam o'tganim. O'sha menga 3 yil deb tuyulyapti-da, tushunyapsanmi? O'shanga endi bitta gap. Bo'ldi dada, gapirmang. Men sizni tushundim. Oilaga albatta ayol kishi kerak. Ana. To'g'rimi? Biz mana u bilan ko'chadamiz doim. Sizni xabar ola olmaymiz. Ovqat, kirchir. Ana. O'shaning uchun bo'ldi, men sizni tushundim. Keyingi oyga to'y, uylanaman dada. Onangni duosini olgur. Menga qara, sen yosh bo'lsang ham aqlliroqsan. Mana oddiy telefoning bor, to'g'rimi? Shuni zaryad qilmasang ishlamaydi. Ha, ertaroq aytmaysizmi dada? Ana. Tushundimmi? Tushundingmi? Bitta telefon sim kartasi bilan mendan dada, sovg'a qilaman. Ha, buyini duosini olgurlar. Bu hayotda hammani jufti bor. Oydagi quyosh, kechaniki kunduz. Tushuntiraldimmi? Hammani jufti bor. Bo'ldi, gapni shundan boshlaysizmi dada? Biz nima deyapsiz ekan deb haldan beri tushunmay o'tiribmiz. Bo'ldi, men ham uylanaman, bu ham uylanadi. Hech kim tog'ut ketmaydi. Buni ham juftini topamiz. Siz to'yni boshlab turasiz. Ha, buyini duosini olgurlar ha. Baqa yurish. Menga qaranglar. Mana buni daraxt. Mana ko'ryapsanmi? Meva solgan, kurtaklagan. Shunga suv kelgani uchun meva qildi. Tushunishdingmi? Dada, ming bor uzr. Ana. Biz nodon o'g'illaringizni kechiring dada. Ana. Gapingizni bittada tushunmaganimizni qarang. Dadam baribir yolg'izda. Bu muammoni hal qilamiz dada. Ana. Mana ikkalamiz ham birdaniga uylanib, nevaralarga to'ldirib yuboramiz. Bag'ringiz to'lib o'tirasiz dada. Ikkita nevara menda. Yo'qolgan. Mana ikkita ho'kizni o'rniga ikkita tovuq boqqanimda qum-qumini yeb yurardim. Va buyini duosini olurlar ha.